Bo'ldi. Boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositasi vakillari, hurmatli blogerlar, jurnalistlar. Avvalambor bayramlaringiz muborak. Bugun mana O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari kuni keng nishonlanmoqda. Prezidentimiz tomonidan ochiqlik siyosati keng ko'lamda mardonavor olib borilmoqda. Qariyb oxirgi 10 yilga solishtiradigan bo'lsak, juda ko'p oshkoralik, mana ochiqlik siyosati bo'yicha ko'p muammolar o'z yechimini topmoqda. Buning uchun ommaviy axborot vositalari vakillariga, zahmatkash shu bloger jurnalistlarimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirgan holda antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining Toshkentdagi ofisidan efirga chiqyapmiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugun studiyada Jahongir To'laganov, Otabek Hamidov, Bunyodbek o'zimizni muxbirimiz va hozir mana qo'shilishadi Abdullayev Vahobjonlar qo'shilishadi. Men so'zni boshida Jahongir To'laganovga beraman va sizlar bilan qisqa muddatda mana shu tabriklarimizni yetkazib, sizlar bilan suhbatlashib, didorlashib olamiz. Marhamat Jahongir aka. Assalomu alaykum do'stlar, vatandoshlar. Bugun mana haqiqiy ommaviy axborot vositasi xodimlarini chin yurakdan, chin ma'noda tabriklaymiz. Sababi bu bayram men uchun ko'p bayramdan ustunroq. Sababi bu zahmat, bu qiyinchilik, bu mehnat, kerak bo'lsa o'sha hokimga, kerak bo'lsa o'sha prokurorga, kerak bo'lsa o'sha haqiqat yo'lida, adolat yo'lida o'sha oddiy bir odamlarni dardini qo'rqmasdan olib chiqish bu hammaga emas, hamma soha egalariga emas. Shuning uchun bu kunni chin yurakdan, mana yurak-yurakdan muborakbod etamiz. Sizlarni bardoshing mana shu yo'nalishda haqiqat, adolat yo'lida, mana shu ochiqlik siyosati yo'lida o'zini jonini, yuragini va shu hayotini xavfga qo'yib faoliyat yuritayotgan barchani mana shu masofadan bo'lsa ham bag'rimga bosib tabriklayman. Bunaqangi bayramlarni ko'p nishonlash nasib qilsin. O'sha deylik, mana shunaqangi kurash olib borayotgan, o'sha yuragidan mehnat qilayotgan ommaviy axborot vositasi xodimlarini qasd qilib, ularga nisbatan bir past niyat qilganlarni barchasi o'zlari qilgan niyatlariga o'zlari o'ralib qolsin. Do'stlar, so'zni Otabek Hamidovga beramiz va ommaviy axborot vositasi, o'sha jurnalist, bloger, ijtimoiy tarmoq faollarini bugungi kundagi boshidan o'tayotgan mashaqqatlari haqida ham ozgincha efirimiz davomida suhbatlashib ketamiz. Otabek aka. Albatta, assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, ommaviy axborot vositalarining xodimlari, jurnalistlar. Albatta, mana hozir hamkasblarim aytib o'tdi, bu mashaqqatli mehnatda albatta hormanglar, tolmanglar ilohim. O'sha hozir Jahongir mana ta'kidlagandek, o'sha hokim bo'ladimi, prokurormi, qaysi rahbar bo'lishidan qat'iy nazar, shijoat bilan, bir nima bilan nima deydi, o'sha fikrini bildirib yoki savol javoblarini qiladigan insonlar, endi u ham to'g'ri, undan ham mashaqqatlirog'i borda. Uni mana hozir aytaman-da, o'sha ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar, bular hammasiga u hokimga, prokurorga, qaysi mutasaddiga, vazir bo'ladimi, unga qaysi bir savolni qo'yish, qaysi bir narsaga javobini olish yoki so'zini aytishdan ham og'irrog'i bor. Bu xalqdan kelayotgan har xil yo'nalishdagi murojaatlarni olib, mana bu kichkinagina miyasida uni haligi muhokamasini qilib, u juda ham og'ir narsa. Tahlil qilish. Uni miyada tahlil qilib, haligi eshitib turib, o'sha murojaatni eshitayotganingizda agar qaysi holat bo'lsa, o'zingizga qaysidir bitta nimangiz, jigaringiz yoki bitta holat esingizga keladi-da. Bugun men bitta 6,5 yoshlik qizaloq haqida bobosi o'gay bobo ekan, lekin unga tegajog'lik qilganligi haqida murojaatni olib, endi 6,5 yoshda unga o'sha tegishli tashkilotlardan, mutasaddilardan haligi bo'layotgan nohaqliklarni nima qilib, endi menga murojaat bering, yo'llayapti-da, uni gapiryapti.
ko'zimni oldida o'zimni qizim kelyapti-da. To'g'ri 5,5-6 yosh. Hech qancha 1 yosh emasda. Hali demoqchimanki, bu aslida o'zi shunaqangi bir qiyin sohaki, u hali gapirishdan ham uni eshitib, uni fikrlab, uni bir hazm qilib, yana uni hali chiqarish. Endi masalan, advokat deymizmi, yoki bir qaysidir, masalan, ichki ishlarda tergovda qaysidir bir sohasimi bo'lsa, ularda alohida bir yo'nalishi bor-da, masalan. Bir yo'nalish egasi. Ular bitta yo'nalish egasida, bizdagida bu ommaviy axborot vositalarida u blogerlarga, jurnalistlarga hali yo'nalish yo'q. Любой yo'nalishda hali bo'layotgan nohaqliklar, hali hujjatlarni ko'rsangiz, efirlarda ko'rsangiz, yana bir narsalarda ko'rsangiz, haligini hazm qilish bu juda ham og'ir. Shuning uchun hammalaringga sabr, albatta bayram yana bir bor muborak. Buniga nima deysiz? Fikringiz qanaqa? Shu hozirgi ketayotgan videoyingizni mana bir ko'rdim. Aha. Menimcha u video bizda emas, u menimcha. Yana bilmadim, lekin bunaqa yosh katta odamlarni qilayotgan ishiga hayratlanasizda baribir. Baribir shu bo'layotgan ishlar bilan nima deysiz endi? Qiyinchilik bilan hamma narsa bo'ladi-da baribir, tabiiyki. Shunday. Nima deysiz ustoz? Hurmatli hamkasblar, yana bir bor bayramlaringiz bilan tabriklagan holda hozirgi kunda mana shu ochiqlik prezidentimiz tomonidan tashabbus qilib, mana shu bizga so'z erkinligini, bebaho ne'mat, shuni qadriga yetib mana ishlayapmiz. Lekin o'sha joylardagi ayrim bir mutasaddi rahbarlar deymiz yoki bir noxolis odamlar deymizmi, o'sha so'z erkinligiga tahdid solish holatlari yoki unga to'sqinlik qilish holatlari, uni rivojlanishiga yo'l qo'ymasdan shunaqa bir negativ xatti-harakatlar qilayotganlari biz tomonidan ko'plab kuzatilmoqda. Mana shu bugun bitta murojaat bilan mana Tashqi ishlar vazirligida bo'ldim. Bir voqea bo'yicha yuridik konsultatsiya olish uchun kirdimda, savol berdim. O'sha yerda podrobniy ichiga kirib yotmayman nimaligini. Lekin o'sha odamga savol beryapman, u menga javob beryapti, keyin aytyapman. Shu aytayotgan gaplaringizni qog'ozga tushirib bera olasizmi desam, yo'q deyapti. Bo'lmasam men yozib olsam bo'ladimi shuni videoga deyapman-da. Bu yerda video ishlatish mumkin emas deyapti. Bo'lmasa deyapman, tashqariga chiqaylik. Tashqarida video ishlatsa bo'ladi, videoga olsa bo'ladi. Shu yoqda gapiring desa, men yoqqa chiqmayman deyapti. Bu Tashqi ishlar vazirligini fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limidagi xodimi. Bugungi kunda mana 27-iyun, ya'ni ommaviy axborot vositalari bayrami kuni bo'layotgan holat. Buni mana efirga o'zim alohida chiqib qaytadan buni podrobni detaligacha aytaman, lekin buni qanday tushunish mumkin? Agar sen o'sha menga kelib tushgan murojaat bo'yicha javob berayotgan ekansan, nimadan sen qo'rqasan? Endi Bahodir aka, bitta narsa bor, bu juda ham ko'p holatlarda uchrayapti-da. Bitta narsa o'sha uverinki haligi eshikda oldida proxodnoyda sizni hamma yo'g'ingizni tekshirib, siz hech qanaqa mikrofoningiz, kamera, hech narsangiz yo'qligiga uverin bo'lib kirganda, u xodimlar uverin sizda hech narsa yo'qligidan. Shuning uchun ular bor narsani gapiraveradi. Lekin haqiqatni siz aytgandek yoki qog'ozga tushirib bera olmaydi, yo audio zapis qildirmaydi, yo tashqariga chiqib uni erkin bera olmaydi, chunki ertaga lavozimdan ketishdan qo'rqadi. Boshqa unitda boshqa narsa yo'q. Aslida bo'lmasam uni ochiqdan ochiq aytadigan bo'lsa, sizni masalan kamerangiz bormi, diktofoningiz bormi, tashqariga, mayli endi tashqariga chiqib endi u xizmatxonam bu yerda, ishim bu yerda deb nazarda tutishi mumkin. Lekin mana bunday mikrofondan yoki diktofondan yoki kameradan qochishiga men haqiqatan mantiq ko'rmayman. Endi bu ochiqlik siyosatga yopiq ko'z bilan qarash deb hisoblasak bo'ladi. Albatta. To'g'rimi? Qolaversa mana gapingizni olaman Jahongir, o'zim so'rayman. Umuman huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ham, boshqada ham, misol uchun
ochiqchasiga bir shov-shuvli bir mish-mishlar tarqaladi-yu. Hech bittasi shu chiqib ana shu voqeaga kamera oldida turib jurnalist va blogerlarga bunaqa izoh berishga hammasi qo'rqadi-da. Ha. Qo'rqadi. Yoki biror narsani yodlab olib chiqib o'shani o'qib beradi. Ha. Birontasi bunaqa Ko'proq holatda shu. Mana hozir biz jonli efirda gapiryapmiz. Bu jurnalist, blogerlar men o'ylaymanki, bular oddiy bir odam deb bo'lmaydi. Bularga bergan jasorat hammada ham yo'q. Manaman degan katta rahbarlar kamera oldida gapirishga qo'rqadi. Tutilib qoladi. Manaman degan katta mulozimlar kamerani oldida yoki bo'lmasam rasmiy nimalarda gapira olmay qoladi. Qachonki chekkaga o'tsa hech kim bo'lmasa qulog'ingizga shipirlashi mumkin. Ha, bloger jurnalistlar shunaqa mana jonli efirlarda to'g'ri shuncha gapni gapiryapti-yu, oddiy bir virguliga, nuqtasiga ilakishib olib, ularni sudga berib 6 oylab cho'zilib yurgan holatlar bor. Sizda ham bor, menda ham, sizda juda ko'p. Bu mana Effekt Uz'dagi yigitlar, hamkasblarimiz, boshqa men hozir Abdurahmon Tashanovda men juda ko'p buni haligi qilib o'tirmaymiz. Men aytmoqchimanki shu narsaga. Keyin shunaqa o'yin ketyapti. Men aytaman-da, sen bu odamlar haqiqatni, adolatni ko'tarib chiqyapti. Unga yechim topish o'rniga o'sha kontentni ijtimoiy tarmoqlardan o'chirish yoki o'chirmasa o'sha blogerni bir qayerdandir ayb topib uni qamatish yoki jarimaga torttirish kabi bir ishlar bor. Mana ko'ryapsiz, mana Buxoroda bir ko'mdirib dedi. Jimjit mana yuribdi. Misol uchun mana yaqinda haligi narkota tashlab qamatib yubor deganlarni ham eshityapmiz. Yurishdi-yu. Lekin blogerlar biranta shunaqa deb qo'ysinki, bu blogerlarga ayrim bir joyda mard hokimlar bor, yo'q deb ayta olmayman. Menga aytgan, sizlar borsizlarki degan tashkilotlar degan mana shu narsa ijtimoiy tarmoqqa chiqishdan qo'rqib ishlaydi degan. Ko'pchilik kelib aytadi menga. Men mana shu kreditimni hamma hujjatini qildim, bermayapsizlarmi? Yaqinda men antikorrupsiya murojaat qilaman degandan keyin kreditlari hal bo'lib ketayotganlar. Unaqa juda ko'p aytishadi. Bizni nomimizdan aytishar ekan, shu bilan hal bo'lar ekan. Mana qarang qanchalik biz haligi qilyapmiz. Lekin xalq qabulxonasi prezidentimiz hammasini ishdan bo'shatsin deb to'g'ri qaror qabul qildi. Keladi, borib mana bu pochta qilib u yoqqa bu yoqqa pochta bor edi o'zi. Nima keragi bor pochtaning funksiyasi? Yana kim o'sha zaintereson organning o'ziga tashab beradi. Ha, aynan o'ziga-ding. Ha, shunaqa holatlar bo'ldi bu xalq qabulxonasida. Dashi bormasdan boshqa joyning rasmlarini ilova qilib yopgan holatlari bo'ldi. Juda ko'pda, lekin ommaviy axborot vositalari ishlaydi, undan keyin hal bo'ladi, keyin odamlar hali xursand, lekin bizga anu nimalar paydo bo'ladi keyin? Dushmanlar paydo bo'ladi. İçimizde keyin bizni obro'slantirish maqsadida boshqada qandaydir bir haligi yollanma troll haligi blogerlarni yollashadi. Biz aslida ular odamga hisoblamaymiz. U bizni hamkasbimiz ham deb bilmaymiz. Ular o'zini vijdonini ham sotgan ular, sotqin ular. Blogerlarni obro'slantirish maqsadida g'alati bir narsalarni chiqarib, anonim akkauntlardan mard bo'l, chiqar nomingga qo'yib. Bizni mana elektron manzillarimiz bor, telefonlarimiz bor, ofis manzillarimiz bor, to'g'rimi? Hisob raqamlar hamma joyda nomerimiz bor-da. Bular o'zicha yashirin olib qiladi. Keyin qarang, bizga nisbatan haqoratlar bo'lsa, uni kiber xavfsizlik topa olmaydi. Ha, ularni topa olmaydi. Men isbotlab beraman bu narsani. Men qo'yib tashab bergan necha delamni o'sha kiber xavfsizlikda yotibdi, topa olmayapti. Lekin bizni bitta savol berganimiz uchun qandaydir bir qancha sudrab yuribdi. Men ko'p gapiraversam ichimda gap ko'p shuni sizlar ekansiz. Bitta narsaki, Bahodir aka, hattoki mana Jahongir To'laganov bilan hamkasbim bilan o'sha haqorat qilganligini kimligi, raqami, hattoki o'zlar planshetdan identifikatsiya qilib, hatto o'sha bu Samarqandlik aslida Angrenda yashashligi hamma ma'lumotlarni olib bo'lgan. Mana 2024-dekabr oyida bo'layotgan narsa. Shunda Sergeli tuman ichki ishlarining xodimlari nima dedi? Akalar, bugun o'sha sudlar oxirgi kun,
O 2025 yanvarda sudlar ishi faoliyatini boshlaganda buni dela qilib olib chiqamiz deganiga mana nasib bo'lsa 6 oy tugab 7-oyga qarab ketyapti. Topilib aniq kimligi. Lekin javobgar qilgani yo'q. Lekin javobgar qilgani yo'q. Mana shuda. U haqorat qilgan bizni. Ha. Kurayda turmaydigan so'zlar bilan so'kingan kommentariyada. Yana ijtimoiy tarmoqda u. Yana kamaga telefon qilib, telefon orqali so'kingan, SMSlar orqali so'kingan. Audio zapislari Hamma bor. vajlari bilan berganmiz. Ichki ishlar Sergeli tuman xodimlariga rahmat. Shu bugungacha chora ko'rishmadi. Nima demoqchimiz? Qonun teng bo'lishi kerak. Biz hech kimni haqorat qilmayapmiz. Biz hech kimni obro'sizlantirishni niyat qilmaganmiz. Men o'ylayman, hech qaysi bloger chiqib olib, "Mana shuni men obro'sizlantirishim kerak" deb harakat qilmaydi. Bu unga bir murojaatchi keladi, dardini aytadi, hasratini aytadi, qo'lidagi isbot dalillarini ko'rsatadi. Ana undan keyin shu blogermi, jurnalistmi shu holatga chiqib, mana o'sha qonunda belgilangan tartibda tanqid qiladi. Va bunga javobgarlik masalasi qo'yilyapti. Ekspertlarimizga ham rahmat, ekspertiza xulosalarini taqillatib berib turishibdi. Eng qizig'i, Jahongir mana o'sha transport vazirligimi, kasaba uyushma sizga ana 202 bo'yicha obro'sizlantirish bo'yicha berganda ekspertlar AOK, Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligidagi o'sha ekspertlari xulosa bergan. Mana menda ochilgan o'sha 195 prim 2si bilan men ham nima edi? Xullas men ham ularni obro'siga putur yetkazib qo'yibman, kimdir uni ham xulosani AOK bergan. Qarang, nima degan so'zga obro'sizlantirdingiz? Men o'zim ham bilmayman, u yerda o'zi aslida jipiriqlar degan ekanman. Jibriqlar. O siz yomon so'zmi? Qayerdan o'rgangansiz bu Mana so'zni? o'shani men uni keyin maqola ham qilib qo'ydim. Uni o'sha ichki ishlar hammasiga uni aytib ham berdim. O'sha hozirda bosh vazir o'rinbosari qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha Shuhrat G'aniyev Madaminovich degan vallomat bor. Viloyat hokimi ham U bo'lgan. Farg'ona viloyatida viloyat hokimi ham bo'lgan. O'sha inson bosh vazir o'rinbosari bo'lgandan keyin anaqa zoom yig'ilishi qilib turib, respublika bo'ylab. O'sha yerda uni men qo'ydim ham, hokimlarni to'g'ridan to'g'ri o'zini aytyapti. Jipiriq deyapti. Jinni deyapti. Jinnilar deyapti. U yerda hokim ham bor, prokuror ham bor. Yana o'sha yerda bosh prokuror o'rinbosari, u ham zoomdami, yonidami unga topshiriq ham qilyapti. Borib ko'rib kerak bo'lsa qamanglar deyapti. Demak, u yerda hamma bor u yerda. Jibriq degan so'z yomon so'z bo'lmasa kerak. Chunki keyin o'shani men ko'rganimdan keyin Yo'q, hokimlarga aytilsa bo'ladi-yu, ichki ishlar xodimiga aytsa bo'lmas ekan bu so'z. unda men shuni hech kim tushuntirib bera olmayaptiki. Men u yerda keyin to'xta, har holda bosh vazir o'rinbosari bo'lsa, prokurorlar, mana o'sha yerda gen prokurorlar, yana u zo'mda yana kimlar bor? U naqli hokimni gapiryapti. U yaxshi gapmi? Hali bir kun prezidentimiz Farg'onaga borganda, qachon mana ishlaysan, bu ishsizlarni kim nima qiladi? Mana seni yelkangdagi pagoning podpolkovnik bo'ladi. Mana u pagoning menga yoqmayapti. Agar unga yana bitta qo'shib bersam deb turib, haligi hamma kayfiyati ham ko'tarilib ketdi. Men o'yladim, shunaqa qilib yaxshi so'z shekilli debman-da men uni. Deb, agar javobgar qilganda uni hokimlar masalan javobgarlik masalasini qo'ygan bo'lar. Prokurorlar bu qonun ustuvorligini ta'minlaydi. Eshitib o'tiribdi. Ular hammasi eshitib o'tiribdi. Lekin javobgarlik masalasi qo'yilmagandan keyin siz ham buni Men haqorat o'yladimki, demak dedim, jinni desak ham bo'lar ekan, jinnilar desak bo'lar ekan, jipiriq desak bo'lar ekan dedimda, keyin endi u holatda men ko'rganda haligi inson beixtiyor masalan haligi "Voy o'lmasam" deb odam связки slov qiladi, xuddi shunday so'z edi u. Uni men alohida haligi deb so'kinib yoki obro'sizlantirish maqsadi ham bo'lmagan. Bu yerda O'sha yerda. Otabek aka mavhumiy nimalar borda, mana shu qonunchiligimizda ham har xil fortichkalar bor. Hozir obro'sizlantirish degan tushuncha mantiqan olsak, demak obro' bo'lgan, shu gapdan keyin pasaygan. Endi aniq chegarasini topish kerak-da Uni uni. kilosini, grammini topish kerak. Grammi bo'ladimi uni o'lcham bo'lish Litri kerak-da. bo'ladimi uni, metri Shu gapdan bo'ladimi? keyin pasayish kerak. Shunga isbot kerak-da. Unaqa hech qanaqa nima yo'q. Kimdir xohlasa shu so'zdan keyin obro'sizlandi desa, bu obro'sizlanib ketaveradi.
demasa obro'sizlanmay turaveradi. Kimnidir ambitsiyasiga bog'liq bo'lib qolyapti. Keyin qarang, obro'sizlantirish bor ekan tushuncha, demak obro'lantirish degan tushuncha ham bo'lishi kerak. Ya'ni bitta so'z obro'sizlantirsa, bitta so'z qo'shilishi kerak. Ammo axborot vositasida demak u joyiga qaytish kerak shu narsa. yoki nega obro'sini Demak bir so'z bilan tushirsa bo'lar ekan-ku. Demak unga sudlashib jazolab o'tirish kerak emasdi. Bitta so'z qo'ysa, yana ko'tarib turish kerak. Nima keragi bor bu? Atayin o'ylab topilgan so'z erkinligini sindirish uchun 202 prim 2 degan narsa atayin so'z erkinligini sindirish maqsadida o'ylab topilgan modda deb bilaman. Huquqshunos sifatida shunaqa deb bilaman. Sababi o'zidan o'zi bir so'z bu obro'slantirdi. Qancha bu obro'si bor edi uni degan savol yo'q. Yo kiloga hisoblaydigan bo'lsak, necha grammga pasaydi tushuncha yo'q. Yoki mana so'z bilan obro'slantirsa bo'lar ekan-u, so'z bilan obro'lantirib bo'lmas ekan. Sirazi. Uzr deb nimalar bitta uzr so'rash bilan tinchib ketyapti-yu, ancha bunchasi. Qaysidir bittasi rahbar bitta xodimni uryapti, so'kyapti, keyin ertasiga kechirim so'rab chiqyapti, tinchib ketyapti. Hamma yo'q zo'r. Unda obro'lanyapti, obro'si joyiga qaytyapti. Lekin ommaviy axborot vositalarida unaqa emas. Uni jarimaga tortyapti, keyin ketidan moddiy ma'naviy zararga berib, yana anaqa sudrab yuribdi. Bu xalqni dardini ko'tarib chiqayotgan odamlar-ku, bular Abdulloh Qodiriy, Cho'lpon, butun jadidlarimizni davomchilari-ku, endi zamonaviy davomchisi desam. Farqi shundaki, ko'pincha blogerlarimiz mana bu bizni hozir trenddan chiqib ketayotgan narsa mana kitob o'qish juda kamda. Agar shu blogerlarimiz kitob o'qishni o'ziga odat qilib olsa borku, birinchidan nutq boyligi oshadi. Ikkinchidan bilimi, dunyoqarashi kengayadi. Ular qaysi dardni qanday chiroyli olib chiqishni yanada o'rganadi. O'zlari ustida ishlash kerak. Mana shu kamchiliklar hozir ko'pincha anav qilyapti. U o'zini himoya qilishni bilmayapti, jarimaga tortilib ketyapti. Shuning uchun mana shu bayram munosabati bilan aytamanki, hurmatli blogerlarimiz, sizlardan iltimos, hurmat hamkasblar, jurnalistlar endi o'qigan u joyda ancha munchasi, lekin blogerlarimizga aytaman, uni ko'pincha o'zi yoki yolg'iz yuradi ular, boshqa yoki bir ikkita sherigi bilan yuradi. Sizlarga iltimos, o'zlaringiz maxsus kurslarga qatnab bo'lsa ham, ana o'qishga tayyorlaydigan kurslar bor-ku, bo'lsa ham shu huquqshunoslik bo'yicha hech bo'lmasa bir nima desam ekan, maktabni a'lo darajada bitirgan o'quvchini bilimichalik o'sha qonunni o'rganib chiqishlaringiz kerak. To'g'ri. Sabab tomonidan nima qilishadi sizlarga? Haligi podnoshga qo'yishadi. O'sha gaplaringizga Bahodir aka, mana sal avvalroq 6 oy, 7-8 oy avvalroq juda ham urfga kirib ketdi. Ijtimoiy tarmoq faollarini 40-41 ko'proq tuhmat qildi. Ma'muriy javobgarlik yoki 139 Jinoyat kodeksidagi 139. Keyin undan keyin u o'sha ommalashuvchi elni og'ziga tushib ketgandan keyin 183 mayda bezorilik va keyin 194 ichki ishlar organlarining xodimlarini qonun talabini bajarmadi deb. To'yis yurmayaqqa deyapti, "Ay to'xta, sen nima?" deb bir nimangizni talab qilsa bo'ldi. Siz ichki ishlar organlarining xodimlarini qonun talabiga rioya qilmang deb olib kirib, sirazi unga 3 sutka, haligi eng zo'ri ham sudi ham tayyor. Kami 10 sutka, 15 sutka naq maqsad kelgan haligi uni yana qolgan prosesda. Endi u juda ham shov-shuv bo'lib ketdi 2024da. Mana 2025 ga o'tib, endi hozir yangilari chiqdi. Mana o'shalardan bittasidan bahramand bo'lgan 202-modda bilanda. Menchi? Mana siz ham u bittasi siz xuddi shuni mana haligi Akmal, masalan Eshonxonov, xuddi shunday mana u endi ommalashyapti. To'yis o'zi aslida mana o'zi ham aytib bersa yana ham yaxshiroq aytib beradi, o'zini boshida o'tgan. Uni ichiga kirsangiz 202-modda prim 2sida to'g'ri keladigan hech narsa yo'q. Lekin o'qimishli sudyalarimiz o'shani aybli deb topyapti. Hozir bu masalada yaqinda biz
man o'zi shaxsiydan ham yozayotgan do'stlarimiz uchun ham ma'lumot beramiz. O'zi yaqinda o'sha ko'pchilikning xabari bor, Sirdaryoda juda qattiq jahl bilan chiqish Guliston qildim. shahrida. Guliston shahrida biz apellyatsiyaga berdik. Bu bo'yicha men alohida tayyorgarlik ko'ryapman, alohida bir mavzu qilib buni efir qilaman. Bu barcha o'zimizni sahifalarimizda YouTube, Instagram, Telegram barchasida e'lon qilamiz. Suddagi holat, sud qarori, sud ichidagi mana yig'ilgan dalillar, umuman hamma holat bo'yicha bir 1 2 3 4 qilib ilm bilim bilan fakt bilan uni alohida bir mavzu qilamiz. Men o'ylaymanki, agar adolat bo'lsa, qonun bo'lsa, albatta biz Toshkent shahar apellyatsiya instansiyasida yutib chiqamiz. Agar sudyalar ko'zini ochib, quloqini ochib, miyani ishlatib, vijdonni harakatlantirib tursa, albatta yutamiz. Bitta so'z qo'shib o'tib ketaylik. Bizni mana hamkasbimiz, komandadoshimiz Elyorbek Tojiboyev hozir hibsda saqlanyapti. To'g'ri. Farg'ona viloyatida. O'shanga to'xtalib o'tay deyapman. O'sha bo'yicha rasmiy munosabat ommaviy axborot vositasi vakili u. Bilib qo'yinglar, keyin konstitutsiya bilan himoyalangan huquqlarimiz bor. Aytilishi kerak, bu xodim mana shu jinoyatda gumonlanib hozir hibsda ushlanyapti deb aytish kerak. Nimaga aytmaydi? Rasmiy munosabat. Nimaga berolmaydi? Misol uchun hozir bitta biz xatti harakat qilsak, bizdan so'rasa, biz majbur uni e'lon qilamiz. To'g'ri. Mana shu sabab bo'ldi deb e'lon qilamiz. Lekin nimaga bular e'lon qildi? Bularga hamma narsa mumkinmi? Biz baribir Farg'onadan baribir efirga chiqamiz masala bo'yicha. Bu albatta bizni muxbirimiz. Balkim aybi men buni hozir sud qarori bilan ma'lum bo'ladi nima bo'lganligi. Lekin hozirgi kunda shuni sanksiya bilan hibsda saqlash uchun vaqtincha qamoqda ushlab turish uchun sanksiya olingan bo'lsa, uni sababini e'lon qilish kerak. Nima sababdan? Nimaga Asosi nima? Aybi nima? Nechinchi modda qo'yildi? Jim-jitman tiqib qo'yapti, bu ishonch yo'qoladi-da. Ko'pincha blogerlarni sizlar hozir men juda ko'p podrobnostiga kirmayman, lekin ustini ochib o'taman. Tegishli joylarda har bitta blogerni yoki kanalni podpischiki nechi kishi, u nechiga ko'paydi, nechiga tushdi, shuni indikatorini ko'rib o'tirishibdi hozir. Albatta. Shunga e'tibor berishyapti, hisoblashyapti. Buni mavzusi qanday, keyin unga ayb izlashib, uni qayerdadir bir aybini, beayb Parvardigor nimalar qilishmayapti? Kerak bo'lsa sudyalarni ham ko'ryapmiz. Boshqasini ham, prokuratura xodimlarini ham ko'ryapmiz, boshqa xodimlarni ham ko'ryapmiz. Beayb Parvardigor. Bitta odamni aybini deb hammani aybdor qilish kerak emas. Lekin haqiqatda fakt bormi? Elyor Tojiboyevni olib kirib qo'yshdimi? Uni ofitsialni uni chiqarib aytish kerak. Mana bu sabablarda gumonlanib ushlandi deb. Agar asos bo'lsa. Yaqinda bir holat bo'pti. Menga hozir shu aytishyaptimi? Insiderlarimizdan bittasi xabar qilyapti. Qaysidir bir agentlik, kadastr agentligi xodimini porada ushlab qamalgan. Uni qaysidir bir televideniyada e'lon qilingan shu narsa. Keyin qarang, televideniyadan o'sha video olib o'chirilib, qarang qiziqarli, o'chirilib, keyin yana anov kadastr agentligini xodimini borib turib yana joyiga tiklanishi, keyin o'sha yerda o'ziga yaqin qarindoshlariga ekishli joylardan yer bergan holatlari bo'yicha insiderlar beryapti. Nimalar bo'lib yotibdi? Bu bo'laveradi. Lekin bloger oddiygina nimasi uchun qamalib qoldi. Nechtasini ko'rdik blogerlar. Nechtasini ko'rib oldik. Qamashyapti bitta. Bunaqa bo'lmaydi. Unga misol uchun nima berish kerak? Qandaydir bir jazoni turlari borki, odam konstitutsiyamiz aytadi. Agar shu belgilangan jazo uni tarbiyalarni to'g'ri yo'lga tushishiga yetarli bo'lsa, undan oshirish kerak emas. Sudyalar ham vijdoniga qarab qaror chiqarish kerak-da. Davlat rahbari ham ogohlantirish berish mumkinmi? Mumkin albatta. Ogohlantirish berib, falon qonunni o'qib, yodlab aytib berasan. Mana shu paytgacha sen agar shu narsani takrorlasang, mana unaqa jazo beradi degan bilan ishlatish kerak-ku.
Birinchidan o'qimishli bo'ladi bloger, tajribali. U bir kunda bloger bo'lib qolmagan, u ancha tajribani olgan. Chegaradan o'tgan. Endi ozgina bitta xarapi uchun uni olib borib tiqib qo'yaverish kerak emas-da. Elektr tokidan noqonuniy foydalandi deb qamoqqa tiqib uni. Uni Bahodir aka, mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Elyor Tojibayev masalasida mendagi ma'lumotlarga ko'ra, uni uyiga borgan paytida boshqa masalada borilgan. Telefoni, kompyuteri, yon atrofidagi haligi Avazbek, Umarjon, Farruh, yana kimdir ham bor, o'sha 5-6 tasiga teng hammasiga borilgan, chunki informatsiya borgan, ustidan shikoyat tushgan umuman boshqa narsaga. Borgandan keyin ular o'sha masalan telefonini, kompyuterini yoki kimdir uyiga daxlsizligini buzib kirish uchun sanksiya kerak. Sanksiya kerak. Hamma yo'q bo'lgan. Uni olishgandan keyin qarasaki, bu endi ma'lumot menga kelgan hali, uni nima qilamiz albatta, обработкасini. U aytilgan narsa topilmagan. Endi topilmagandan keyin unga boshqa moddani qo'yishdi. Вроде бы. Sveti aniqlanib qoldi. Uni ham isbotlanmagandan keyin endi o'zgalarni nima hayotini xavfga qo'yib, o'zini joniga qasd qilish, yana bir narsalar degan narsalar. To'yis bular hali meni fikrimcha Farg'ona viloyati ichki ishlar yoki respublika ichki ishlar vazirligining axborot xizmatlari hali nima qila olmayapti, kelisha olmayapti. Yo'q, o'sha yerda Elyorning uyida kameralar yozib turadi. Lekin bular menimcha o'sha haligi xotirani olib ketishgan. Endi u yerda yo'q u narsa. Farg'ona viloyat prokurori bilan viloyat ichki ishlar boshlig'i restoranga borgan kunuz chiqardi-ku. Kunuz pamitlarni olib ketishgan-ku, unda yana bitta bo'lgan ekan. O'shanga o'xshab Elyorda bo'lmagan ekanda, bitta bo'lgan ekan. Haligi xuddi biznikiga o'xshadi. Uni Yo'q, men aytmoqchimanki, bugun bayram munosabati bilan mana juda chuqur kirib ketib qoldik. Yana qaytamiz. Aytmoqchimanki, hurmatli ommaviy axborot vositasi vakillari, jurnalist, blogerlar, muxbirlar, butun maqola yozuvchi muxbirlarimiz bor, gapirib chiquvchi blogerlarimiz bor, boshqasi bor, reportaj olib boradigan video reportajlar bor. Har xil turdagi bizda jurnalist, bloger. Sizlarga mana shu mashaqqatli ishlaringizda, juda qiyindan qiyin ishlaringizda omadlar tilayman. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Haqiqatan bu oson emas. Prezidentimiz aytayapti-ku, bu kurash oson emas. Albatta. Aytayapti, yana bir domlani nima chiqishini eshitganman. Haqiqatni gapirish uchun kafan yelkada bo'lish kerak deb aytadi. To'g'ri. Haqiqatni gapirish uchun. Shuning uchun haqiqatni gapiryapsizmi? Demak, sizda alohida yetarli darajada dushmanlar paydo bo'ladi. Sizga qarama-qarshi odamlar paydo bo'ladi. Lekin gapirsangiz ham adolatdan gapiring. Haq tomonni yonini oling. Haq tomonni. Ammo xolislik eng birinchi vazifamiz. Xolis bo'ling. Xolis bo'ling. Haligi aybdorni yashirib, uni maqtab chiquvchi bo'lmanglar. Adolatli bo'linglar, adolatli bo'linglar. Sizlarni yana bir bor bayramlaringiz bilan tabriklayman. So'zni mana hamkasblarimga qoldiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat. Men ham hammalaringni gaplaringlarga qo'shilaman albatta. Hurmatli o'sha ommaviy axborot vositalarining xodimlari, jurnalist, blogerlar barchalaringni o'sha bayram bilan, bugungi bayram bilan albatta tabriklayman. To'g'ri, ozgina chuqurlashib ketdik. Xudo xolasa yana yaxshi kunlarda sizlar bilan diydor ko'rishguncha sog' bo'linglar. Men ham qo'shilaman Otabek aka, ustoz qo'shilaman. Shu bloger, jurnalist, operator, montajyor hammani tabriklaymiz. Do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nima ham dirdik? Haqiqat, adolat egilsin, sinmasin. Shunday. Doim yonma-yon do'st bo'lib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab faoliyat olib boraveraylik. Yaxshilikda ko'rishaylik. Bizni himoya qilayotgan adolatli, mard, haqiqatparvar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarda doimo boshimiz ta'zimda. Sog' bo'ling. Agar ichimizda baribir haligi nopok xodimlar bor ekan, biz kurashda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.